60 soniyada Aulus'ta yangilanishini ko'rib chiqamiz. Aulus'ta musir deganlar qanisizlar? Videoni oxirigacha ko'ring. Mobile Legends bo'yicha foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Passivkasi endi Aulus har safar urganida stak yig'adi. 6 ta stakda hujum tezligi va masofasi oshadi. Eng asosiysi kuchaytirilgan zarba dushmanda maksimal jonidan 4% qo'shimcha uron oladi. To'xtang, eng ishonchli va arzon almas kerakmi? Unda Uspin bot sizni tanlovingiz. Tezkor va 100% xavfsiz xizmatdan hoziroq foydalaning. Birinchi skill sekinlashtirish effektlarini yuvib tashlaydi va 30% tezlik qo'shib beradi. Agar 2 soniya davomida sizni kontrol qilishmasa, Aulus kontrolga immunitet oladi. Ikkinchi skill dushmanni sekinlashtiradi. Agar birinchi uron tegsa, ikkinchi marta bosib oldinga sakrash va yerga urib yirik uron yetkazish mumkin. Mobillik dahshat oshgan. Va nihoyat ultasi Aulus tinmay bolta uradi. Har bir zarba paytida u 20% kamroq uron qabul qiladi. Oxirgi 4-uron esa katta maydonga massiviy uron beradi. Xulosa qilib aytaman, endi Aulus nafaqat leslik, balki haqiqiy o'lmas jangchi. Sizga yangi Aulus yoqdimi? Kommentda yozib qoldiring.